2050-yilga kelib O'zbekistonda suv qolmaydi degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu shunchaki mish-mishmi yoki shunchaki ogohlantirish? Bugun biz siz bilan 2050-yildagi O'zbekiston haqida gaplashamiz. Bundan oldin siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozir O'zbekiston har yili taxminan 57 milliard kub metr suv ishlatadi. Shuning 90% qishloq xo'jaligiga, ayniqsa paxta va g'alla dalalariga ketadi. Ammo bu suvlarning katta qismi dalalarga yetib bormasdan ochiq kanallarda bug'lanib yo'qoladi. Natijada har yili millionlab kub metr suv havoga uchadi. Bu esa o'z navbatida kelajakka o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Iqlimshunoslarning hisob-kitobiga ko'ra, 2050-yilga borib O'zbekistonning suv resurslari 10% dan 15% gacha kamayishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, hozir biz yetayotgan suvning har 10 qismi kelajakda umuman bo'lmasligi mumkin. Daryolarda suv oqimi kamayadi. Ba'zi kanallar yozning issiq oylarida qurib qoladi. Aholi soni esa ortib boraveradi. Demak, talab ko'payadi, lekin manba kamayadi. Agar hozirgi tizim o'zgarmasa, defitsit, ya'ni yetishmovchilik 10 milliard kub metrgacha chiqishi mumkin. Tasavvur qiling, bu butun Toshkent viloyatini 1 yil davomida suv bilan ta'minlash hajmiga teng. Buning sabablari esa ko'p. Birinchidan, iqlim o'zgarishi. Tog' muzliklari har yili tezroq erimoqda. Bu esa daryolarning suv miqdorini keskin kamaytiradi. Avvallari yozda daryolarga suv yetarli oqib tushar edi. Endi esa bahor erta kelib, suv erta tugayapti. Ikkinchidan, transchegaraviy suv siyosati. O'zbekistonning asosiy suv manbalari Amudaryo va Sirdaryo boshqa davlatlardan boshlanadi. Demak, har bir siyosiy qaror, har bir kelishuv suv taqsimotiga bevosita ta'sir qiladi. Bir davlat ko'proq suv olsa, boshqasiga kamroq qoladi. Uchinchidan, eski samarasiz infratuzilma. Ko'p joylarda sug'orish tizimlari hali ham o'nlab yillar avval qurilgan kanallar asosida ishlaydi. Natijada suv dalaga yetib bormasdan yo'qoladi, yerga singadi, bug'lanadi, havoga uchadi va albatta inson omili. Bizning kundalik odatlarimiz ham suvni yo'qotmoqda. Ochiq qoldirilgan kranlar, toshib oqayotgan axchalar, samarasiz sug'orish bularning har biri suvni sekin, lekin tinimsiz kamaytiradi. Agar hozirgi tendensiya davom etsa, ayrim hududlarda suv tanqisligi hayotni butunlay o'zgartiradi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida suv bosimi eng kuchli bo'lishi mumkin. U degani ba'zi yerlarda dalalar quriydi. Ba'zi joylarda esa aholi ko'chishga majbur bo'ladi. Ammo bu qorong'u kelajak degani emas. Texnologiya, innovatsiya va onliy yondashuv bilan bu xavfni kamaytirish mumkin. Tomchilatib sug'orish tizimlari, yomg'ir suvidan foydalanish, qayta ishlovchi inshootlar bular suvni tejashning haqiqiy kalitidir. Suv bu hayot, uni saqlash texnologiyadan emas, ondan boshlanadi. Har bir tomchi bu nafaqat bugunning, balki kelajak avlodning umidi. Agar bu mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Unutmang, har bir tomchi, har bir qaror kelajak uchun